Hozir hammaga qiziq bo'lgan bir TikTok uchun savolga javob beraman. Nima uchun chet el auditoriya ko'proq to'laydi, o'zbek auditoriyaga pul kamroq to'laydi? Bu haqida aniq men ma'lumot beraman. Siz shungacha like bilan podpiska bosib qo'ying, videoni boshladik. O'zbek auditoriyaga ko'proq to'laydi. Siz qachonki video qo'ygan videoyingizni insonlar oxirigacha ko'rsa, sizga ko'proq to'laydi. Chet el auditoriya nima uchun ko'proq to'laydi deb aytsam, misol uchun chet el auditoriyaga ko'proq insonlar ko'radi. Ingliz tilida qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanaqa misol uchun tilda gapirmay, oddiy muzika qo'yadigan bo'lsangiz, butun dunyo ko'radi. Prosmotr ko'proq bo'ladi misol uchun. Ko'proq videolar, misol uchun videolaringiz ko'proq insonlar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsa, o'shanda ko'proq to'laydi. Qaysi auditoriyaga bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbek auditoriya bo'ladimi, ingliz bo'ladimi, rus tili bo'ladimi, chet el auditoriya bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Qo'yilgan videoyingiz oxirigacha ko'rilmas ekan, har qanday auditoriyaga pul kam to'laydi. Videoyingiz xatiyab yarimgacha ko'rsa, sizga yaxshi pul to'laydi TikTok. Bundan qiziq ma'lumotlar bizda bo'ladi. Like, podpiska bosib, do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Shu savolga javob ola olmaganlar savoliga javob oladi hammasi.